Ibn Sinoning qiziqarli eksperimenti. 2 dona bir xil yoshda, bir xil vaznli va sog'lom qo'zini oladi va ikkita alohida qafasga qo'yadi. Ushbu ikkita qo'zi bir xil sharoitga ega, bir vaqtda bir xil hajmda, bir xil ovqat bilan boqilgan. Bitta farq qafasdagi qo'zlardan biri bo'rini ko'radi, boshqasi esa ko'rmasdan yashaydi. Bir necha oy o'tgach, Ibn Sino juda qiziqarli tajriba natijasiga ega bo'ladi. Bo'rini ko'rgan qo'zi ozib ketgan holda o'ladi, ya'ni siqilishdan, stressdan. Holbuki bir xil narsalarni yegan va bir xil sharoitga ega bo'lgan boshqa qo'zi juda huzurli bir shaklda yashashni davom etadi, hattoki u semirib ulg'ayadi. Kerakli xulosalar shuki, qo'rquvlarimiz, xavotirlarimiz va stresslarimiz jismoniy va ruhiy salomatligimizga zarar yetkazadi. Demak, bu aslida nimani anglatadi? Agar biz ongimizda qo'rquv va stressni boshqara olmasak, bu kasalliklarga olib keladi va umrimizni qisqartiradi. Salomatlik insonga berilgan eng katta boylik va uni asrash o'z qo'limizda. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.